Ozodjon bir narsani ko'rsatishim kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Qur'on kitobimiz, lekin meni shu burchakka o'zini yetaklagan shu odamni kim tanisa, shu hovli shu odamga tegishli edi. Shu odam niyat qilib farzandlariga qurgan imorat sizga Xudo xolasa nasib qiladi. Shu odamni taniganlar bo'lsa, bitta like bosib yaqinlaringizga tarqatasiz. Juda ham taniqli odam edilar. Xudo xolasa mana shu imorat sizga nasib qiladigan bo'lib turibdi. Yaxshigina narxini kelishtirib qo'ydim. O'zingiz bu yog'iga fikringizni qoldirasiz. Ozodjon kelaver, men shoshildim bu narsaga, sababi kottejlarimizning narxi qanchalik o'sib ketdi. Men sizga haqiqiy sezonni deb qo'yadimiz, hali ruscha qilib aytamiz, sho'xlik qilib. Hamma zamonga javob beradigan qaburg'ali imoratda juda ham chiroyli narxga olib kelib qo'ydim. Mana shu ko'rinish sizning uyingiz, Xudo xolasa, havas qilib like bosib bizani kuzatishda davom etasiz. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana shu chiroyli ko'rinishdagi fasad sizni o'zingizga tortadi albatta. Zeleniy zona o'zini alohida parkovkasi, gaz, suv, svet muammosi yo'q. Lokatsiyasini aytib o'taman. Efirni o'tkazib yuborishga shoshilmay turasiz. Sababi Mo'jiza to'yxonasi Karvon bozorimiz Glavniy trassa deyishadi. Ikkinchi liniyaga joylashgan chiroyli mahalladan yaxshigina xonadon taklif qilaman. Sizni efirimizni kuzatishda davom etamiz. Ketdik Ozodjon. Kattagina fasad qismi sokil qavati bilan 3 ta qavatni o'z ichiga oladi. 4 sotix yer maydoni, atrofi to'liq zaborlashtirilgan haqiqiy Yevropa atmosferasi. Bitta ko'rsatib o'rasan, mahalla juda ham chiroyli, obod mahallaga kiritilgan chiroyli kottejlarimiz massividan sizga yaxshigina, chiroyligina xonadon tavsiya qilaman. Bitta darvozani ochib qo'yaman, siz esa orqa tomondagi fasadini ham bitta ko'rsatasiz. Mahalla aniq ma'lum bo'lishi kerak. Shu mahallani o'tini topgan odam kommentda yozib qoldiringlar. Siz qayerdan yozib qoldirasiz? Siz haqingizda sizni izlagan ana shu variantlaringizni biz ham izlashda davom etamiz. Sizga albatta ko'makdosh bo'lamiz. Men bitta darvozani ochaman, efir boshlab qo'yaveramiz Ozodjon. Kelaverasan. Boshladik Ozodjon. Mana shu bizni sal kamtarona kichkina kulbamiz mana shu bo'ladi. Kattagina zeleniy zonasi bor, hovli qismi. Mana shu zaborlashtirilgan joyi oq fasadgacha bizani hisobimizga. 4 sotix yer maydoni, sokil qavatidan boshlaymiz. Uyimizni glavniy kirish eshigidan, Xudo xolasa, uyimizni ichkarisini ham boshlayveramiz. Sokil qavatini kichkina kadrda bo'lsa ham Ozodjon ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda taqir-tuqur qo'yadigan jihozlarni Xudo xolasa kelishilgan holatda. Video davomida nima ko'rasiz? Nasib bo'lsa, sizga nasib qilsin shu. Bu albatta sizni mana shu kelishgan dogovoringizga bog'liq. Men bu yoqdan yana bitta podvalib. Sokil qavatda alohida 3 ta xonasi mavjud. Kelib o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Bittasini o'zlari uchun sport zal sifatida qo'ygan ekanlar. Buni albatta kelib ko'rishinglar mumkin. Tepadan boshlaymiz. Demak, Ozodjon ana shu hovlimizni ko'rinishi edi. Uyga kirish hodidan endi glavniy eshigimizdan uyimizni ichkari atmosferasini boshlaymiz. Xudo xolasa, kuzatishda davom etasiz. Kotelxonasi bor, to'liq ataplenlashtirilgan. Gaz, suv, svet endi muammosi yo'q. Karvon bozoridan Buxoro shahar o'zi juda ham go'zallashib boryapti. Shahar kengayib boryapti demoqchiman. Mana bu kiraverish qismi Ozodjon. Kirdingizki, mana shu eshiklarning hammasi xona hisobiga. Chap qo'lda oshxonasi, bitta kichkina kadrda ko'rsatasiz. O'tirib ovqatlanish joyigacha hammasi mavjud. Demak, meni shoshiltirayotgan tepa qavat. Tepa qavatga birgalikda shoshilamiz. Bu yoqda esa pastki sanuzulimiz, общий sanuzulimiz mavjud. Buni ham bitta ko'rsatasiz Ozodjon, kelaverasiz. Uyimiz 3 ta qavat, sokil qavat bilan birga albatta, to'liq 100% taxta, cho'p poldan tashkil topgan. Qaburg'ali imorat 100% kirpichli, g'ishtlik. Bu dekoratsiya televizor zonasi uchun. Bu zal qismi edi, vaqtinchalik yotoqxona sifatida foydalanishyapti. Visokopotoloshniligi adashmasam uni ham aytib o'tinglar deyishadi. 3,5 metrdan baland. To'g'risi. Men bu joyda esa yotoqxona uchun ajratilgan joyi bor. Buni ham bitta ko'rsatasiz. Xonalarning sonini o'zingiz sanab boraverasiz. Jihozlarini nasib bo'lsa yaqinlaringiz bilan kelgan holatda murosa paytiga jihozlarni kelishasiz. Bu albatta sizning qo'lingizga.
100% aytib o'tganimizdek, atapleniya tizimi mana shu kotyolimiz ishlab turibdi. Batareyakalashtirilgan. Men esa sizni demak 3-qavatimizga taklif qilaman. 2-qavatimiz aniqrog'i. 2-qavatimizni hol qismi. Shu holni bir og'iz so'radim. Ochig'i nima niyatda mana shu chiroyli holni bunchalik nostalgiya deydi. Mana shu tarixiy bir qanaqangidir dekoratsiya asosida siz bezagan desam, aka o'zingiz bilasiz-ku degan gaplarni qilishdi. Men shu narsaga bitta ko'rsatsam, Tokcha Ravoniga mana shu taqvodorliklarni bildimda, o'zim javobini sezdim. Mana shu joyni taqvodor akalarimiz besh mahal namoz uchun yaxshigina sizga masjidda atmosferasini beradigan joyi. Xudo xolasa barakali xonadon, issiqligi juda ham zo'r. Mana bu narsani ovozini hech bo'lmasa sizga yetkazib bermoqchiman. G'irchi degan ovoz chiqmaydi. Mebeldan 100%. Biz esa 3-qavatda Xudo xolasa kuzatishda davom etamiz. Chiroyli qandil holimizni 100% yorug'lashtirib beradi. Katta 3ta panoramli mana bunaqangi dapatalka degan polgacha mana bu deraza qismlari tepadagi xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Eshiklari, ichkari eshiklari cho'p eshiklaridan bu joyda esa tepadagi yotoqxona uchun ajratilgan joyi. Maza qildim to'g'risi. Bunaqangi xonadonlar har doimda sotilavermaydi. Narxini aytib qo'yay, zerikdingiz, bildim, zerikdingiz. Zerikmasligingiz uchun narxini ham aytib qo'yaman. Uyimizni narxini harakat qildim. 110 ming AQSh dollarida so'radilar. Shaxsan so'raysizlar, raqamlarni qo'yib beraman albatta. Siz uchun bu. Lekin mehnatimizni evaziga bitta like bosasiz, kommentariyada bitta fikringizni ham qoldirasiz. 7 ta xonasi hol bilan birga o'tirib ovqatlanish oshxonasi ham bor. Uni ham albatta ko'rsatdik. Narxini esa siz uchun 90 ming AQSh dollariga olib kelib qo'ydim. Bu albatta like ga arziydi. 4 sotuq yer maydonini ichiga olgan chiroyli xonadon. Mana bu jihozlarni endi xudo xolasa o'zingizlar kelishasizlar. Bu tepadagi sanuzul uchun ajratilgan joyi, eshigi sal berk ekan. Kelib o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Bu joyda yana bitta xonasi. Bir narsani aytib o'tishim kerak, Ozodjon. Mana bu narsa qaragin. Mana bu bir qavat deraza. Cho'p derazalar haqiqiy deraza. Mana bu 2-qavat deraza. 2-qavat deraza 100%. Kelib o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Bitta o'zingga mos joydan devori qalinligini olasan, 1,5 g'ish, 2 g'ish uni o'zingizlar kirib ko'rasizlar. Menga juda ham yoqdi. Tepasi 100% shifrlashtirilgan. Oyoq osti pollari cho'p, rossiyskiy pollar. Uy 100% maza qilib yashaydigan. Harakat qilsangiz shu jihozlarni, shu turishini shundoqqina qoldirib ketsalar agar, shundoq qilib maza qilib yashashda davom etasiz. Yashab berish kerak xolos. Mana shu hol qismi menga juda ham yoqdi. Chiroyli marakalarimiz bor bizani. Mavlud deyishadi, qanaqangidir marakalarimiz bor. Haqiqiy atmosfera mana shu joyda. Bitta ko'rsatasiz Ozodjon, shu joyda to'liq 100% mehmonlaringiz namoz paytini bir tasavvur qilsangiz agar havasingiz keladi. Albatta like bosib yaqinlaringizga tarqatasiz. 90 ming AQSh dollari. Mo'jiza restorani 2-liniya. Gazlinskiy yo'l yoqasi o'zi aslida. Mahallani o'ti ismdan chiqdi. Uni albatta kommentariyada yozib qoldirasizlar. Yaqinlaringizga tarqating, like bosing. Bunaqangi joy, bunaqangi sharoitli xonadon har doimda chiqavermaydi. Buni albatta tushunish kerak. Tushunganlarga yetkazib berish kerak. Yetkazib berish sizning qo'lingizda. Like tugmasini bosasiz xolos. Biz sizdan pul so'ramadik. Pullik emas u albatta. Bitta reaksiya bildirsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Motivatsiya kiradi. Siz izlagan narsa bo'yicha biz ham izlanishda davom etamiz. Yaqinlaringizga tarqating. Shaxsan sobstvennik mana shu mulkimizni egasini raqamini qo'yib beraman. 100 ming AQSh dollariga kelib to'xtadilar, lekin sekin harakat qilganimiz yo'q. Ancha mehnat, savdolashishimizning orqasi 90 mingga qo'ydim. Bizdan zo'r bo'lsangiz yana savdolashib oling. Kottejlar massivining orasida chiroyli saroyingiz kichkina narxda. Shu narxga adashmasam 3 xonalik, 4 xonalik kvartiralarni olishyapti. Sizga shahar hududidan yaxshigina variant. Yaqinlaringizga tarqating, albatta like bosing, reaksiya bildirishingiz sizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.